Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomuz shunda bir yomon hodisa ro'y bergan Amroboddamiz. Shu bir oila yong'indan jabr ko'rdina, hech kim boshdan tushmasin, Xudo saqlasin. Yordam videosi bo'lsa, negativ hech narsa kerakmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Leningrad avvalgi aytilishi hozir Amrobod deb aytiladi. Dim bir topish-tupishib bir zo'r xo'jalik emas, shuning uchun bir yordam videosini iltimos etdilar. Bizning qo'llarimizdan kelgan narsa shu yordam videosini chiqarib berish, sizlarga yetkazish. Yordam etaman deylar bo'lsa, shu uyning egalari aytishi bo'yicha gaz yo'q edi, propan balondan foydalanadilar. Shundan yong'in chiqqan, toza remontlangan kuxnida ishida boshlangan ekan bu. Uyning egalarining karton nomeri, Sberbank, O'zbekiston kartasi, telefon nomerlari, ishonch nomerlarini qo'yamiz. Qo'llaringizdan kelgancha maksimalni shu videoni iloji bo'lsa tarqatinglar, birinchi o'rinda like bosinglar, ko'proq odam ko'rsin. 1000 so'm, 10 000 so'mdan tashlasangiz ham, shuni masalan 10 000 odam tashlasa, shu oilaga yordam bergan bo'lasining uyning ahvoli. Uy o'chirilgan, hali polni yetmagan, maksimal darajada yana o'tmabdi. O't o'chirish xodimlari kelib, pojarni kelib o'chiribdi. Aslında shu chasti ketgan mana yana. Qo'llaringizdan kelgancha falan so'm tashlab hech kim aytib bo'lmaydi, bu narsa ehson-ku. Shu kuxnidan boshlangan ekan. Manzilimiz tushuntirdik, uyning egalari bor, savol-javoblarimiz bo'lsa telefon qilishlaringiz mumkin. Shu qo'llaringizdan kelgancha yordam berib, videoni ko'proq tarqatib, birinchi aytgan yordamimiz shu bo'ladi. Videoni tarqatish kerak. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar, like bosinglar, video ko'proq tarqaydi shunda. Shu Gergiyada shu 3 xonasini jallayapti-da. Şimdi videorolik bo'ldi. Shu kuxnidan boshlangan. Shu ehtiyot bo'linglar uyda hamma. Qayta shu uydagilar tekshirib gaz balonlarini, bu narsani deyman, aristonlar deyman. Shu eldilarni oynalarni ham olib tashlab shu vaqt yong'in paytida. Ko'chasi shu. Şimdi videorolik bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, iltimos qilib qolamiz. Videoni maksimal darajada tarqating, like bosing. Xohlovchilar yordam qilaman deylar, pul o'tashingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.